Qilgan keksiklarim orasida eng zo'ri shu bo'ldi. Mazasiga umuman gap yo'q. Eng muhimi qoliplarsiz piyolani o'zida tayyorlanadi. 4 ta tuxum bilan 1 stakan shakarni bir xil massa bo'lguncha mikserda aralashtirib, 1 stakan kefir bilan yarim stakan yog'ni mikserlab olamiz. 3 piyola un bilan 1 choy qoshiq razrxitel vanilin solib olamiz. Xamirimiz shunaqa quyuq bo'lguncha yaxshilab aralashtiramiz. Xohishga ko'ra xamirni 2 ga bo'lib, yarmiga kakao solib olamiz. Xohishga ko'ra shokolad yoki yong'oq bezaguvchi keksimiz ustiga qo'yib chiqamiz. Piyolalarga ozginadan yog' surtib chiqamiz. Xamirlarimizni solamiz. Kakaoli xamirimizni oddiy xamirimizni solsak, shunaqa chiroyli zebraga o'xshab chiqadi. Cho'pakcha yordamida yoki qoshiqcha yordamida aralashtirib olamiz. Shokoladimizni bezaguvchi xamirimizning ustiga qo'yib olamiz va duxovkaga solib yuboramiz. Mana keksimiz tayyor. Oralari shunaqa idealni chiqadi, mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bittada o'xshab chiqadi. Bu videoyimni qancha tayyorlasam ham menda o'xshamayapti deb yurgan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz.